qori agar Alloh uni jannatga kirgizsa, o'zi har qanday mo'min bandani ham o'qi deyiladi. Iqro vartaqi. O'qi va ko'tar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb biz bilgan surangizni boshladingiz, ko'tarilasiz. Hadislarning mazmuni. Ko'tarilib oxirgi bilgan oyatingizni o'qib to'xtatganingizda shu joysiz etajga bo'ladi kirib ketasiz. 15-etaj. Kimdir 20-chi, kimdir 30-chi. Jannatni payg'ambarimiz 100 daraja deganlar. 100 etaj degan. Demak, qori 100 etajga ko'tariladi. Farzandlari qori bo'lganlar muborak bo'lsin. Farzandlari qori bo'lmaganlar tiyiladi, doniladi g'iybat qilishdan, qorilarda, imomlarda go'shin yeyishdan. Agar birorta o'g'lingiz, qizingiz qori bo'lgan bo'lsa, xursand bo'ling. Birodar go'shini yemabsiz. Chiqmayaptimi? O'kining. Siz yedingiz, bolangizdan chiqmadi. O'shalarga qo'shilib qoldingiz, domlalarni g'iybat qildingiz, boshqa qildingiz, bolangizdan chiqmadimi? Endi bolangizni tarbiyalang. Sen g'iybat qilmagan bolam, halol yegizaylik, nabirangizdan chiqsin. Chunki nabirangizdan chiqib qolsa ham inshaalloh sizga yetalaydi.